Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom kim folbinga borsa va uni aytganiga ishonsa, Muhammadga nozil qilingan narsaga kufr keltiribdi deganlar. Folbinga borib, fol ochib qo'ying deb, folbin ertaga u bo'lasan, bu bo'lasan desa, shunga ishonib yurgan odam Rasululloh alayhisolatu vassalomga tushirilgan Qur'onga, shariatga, islomga kufr keltirgan bo'lar ekan. Ana. Boshqa bir hadisda aytadilarki, kim folbinga borib, fol ochtirib, unga ishonsa kofir bo'ladi. Borsa u ishonmasa 40 kun namozi qabul bo'lmaydi. Ishonmasa ham bo'ldi, bu qolavermas ekan. Borganini uchun javobgarlik bo'ladi. Yulduzlarga, osmondagi mavjudotlarga qarab fol ochishlarida ham munajjimlar bo'lgan. Ana ularni ham Rasululloh alayhisolatu vassalom qaytarganlar. Kazabal munajjimuna walau sadaqu deganlar. Agar ular rost aytsa ham baribir kazzobdir. Aytgani rost chiqyapti, lekin ishonmadaring kazzob bu. Ana, mana shunday qat'iyat bilan iymoni ketadi, kofir bo'ladi. 40 kungacha o'qigan namozi qabul bo'lmaydi. 40 kungacha qilgan duosi qabul bo'lmaydi kabi qaytariqlar bilan Rasul akram alayhisolatu vassalom ummatlarini ana shunday Allohni bizga joriy qilgan aqidasiga teskari, Allohga shirk bo'lgan va boshqa gunohlarni o'zida mujassam qilgan folbinliklardan qaytarganlar. Musulmon ummati qaytgan, Allohga bo'lgan sof aqidasi bilan yashagan, shariatni ko'rsatmasi bilan yashagan. Lekin ming afsus bo'lsinki, ta'limotlardan uzoqlashish, johil bo'lib qolish, diniy ta'limotlarga e'tibor bermaslik qo'yish oqibatida yana bu narsalar qayta paydo bo'lgan. Hozirgi kunda shu folni turlaridan hammasidan bor. Hozir qush uchirishmaydi, kichkina mayna qushlarni qafasga solib qo'yib, bu yoqqa 5-10 ta xatni har xil qilib yozib qo'ygan. Olib aralashtirib qushga tutadi. Qush cho'qib bittasini olsa, mana sani toleyin shu deydi. O'zi yozib qo'ygan buni. Uyda o'tirib o'zi yozib, o'rab ko'rinmaydigan qilib qo'ygan xatni. Hamma ishonsa bo'laveradigan o'rtacha gaplar bo'ladi. Yo kasal olasan, yo sog' bo'lasan. Ana uni olgan sodda, shunaqa ekan, yo kasal olamagan, yo sog' olamagan topdi deydi. Va shunga o'xshagan u yoqqa ham, bu yoqqa ham burilaveradigan gaplarni yozib qo'yilgan. Uni haliga qushi bilan o'tiradi. Kelib menga fol ochib qo'ying deb pul beradi. Demak, haliga xatlarni aralashtirib tutsa, qush cho'qib oladi, yana aylantirib yana tutadi, uchinchisini nega olib beradi. Ana qush bilan fol ochish. Xo'p, chiziq bilan fol ochishyapti. Toshlarni qo'yib, u yoqqa surib fol ochishadi. O'ynaydigan kartani qo'yib, teskari qilib qo'yib, ochib odamlarning toligini aytishyapti. Kimdir kaftni qarab turib, kaftidan topaman deydi. Balobatlarning hammasi bor. Hammasi bor. Mo'minman, musulmonman degan odamlar shularning oldiga boradi. O'zlaricha qoida qilishib olgan. Folga ishonma, folsiz yurma. Gapni qarang. Insoniyatning aqliga, zakovatiga or nomusi bo'lgan gap-ku bu. Qana qilib o'shanmagan narsasiga o'zi yurmay qo'ymasligi kerak. Folga ishonma, folsiz yurma. Bunaqa ahmoqona qo'shtirnoqidagi hikmatlar insoniyat uchun or, nomus. Qana qilib o'zi ishonmagan narsaga o'zi amal qilmay turmasdan borib qilish kerak. Ana folbinman deyotganlar, ular ham musulmonman deydi. Lekin tamoman shariatga xilof, iymonga xilof, musulmonchilikka xilof ishni qilishadi. Har qanday da'volarni qilishadi. Men uni topib berganman, buni topib berganman. Odamlar biror narsasini yo'qotib qo'ysa, borib folbinga uchraydi. Pulim yo'qolib qoldi. Bo'ldi, men ham o'zim ham o'ylab turdim, siz pul yo'qolgan odamga o'xshab kelyapsiz deydi. Usta o'rganib ketgan, har kuni nechta anqovni pulini olyapti u. O'tiring deydi, o'tkazadi. Keyin shu bir gapni aytadi.
O'shini aytgan gapi qarindosh urug'ni, quda andani, yori do'stni orasini buzadigan gap bo'ladi. Men deydi pol ko'rdim, sizni pulingizni o'zingizga yaqin bir odam olgan deydi. Yaqin bo'lmasa qanaqa endi? U bo'lgan, bu bo'lgan deydi. Bir ikkita sifatni aytadi. O'sha sifatdagi yaqinlardan 10 ta 15 ta bo'ladi, hammasidan gumon qiladi haligi odam. Mana shu olgan haqiqatan bir kuni sal g'alatiroq ko'rinuvdi o'zi deydi. Orada buzildi. Aloqa buzildi, ijtimoiy aloqa buzildi. Qarindoshlik silasi uzildi. Bu juda katta zarar bu. O'zimizda bo'lgan. Birov puli yo'qolib qoldi. Qari odam ayollar o'tib ketganlar ekan, pulini o'zi olib yurar ekan, yo'qolib qoldi. Yo'q, pul yo'q. Polbonga bordi. Polbonga borsa, aytdiki, "Ali pol ochganda keliningiz olgan pulni" debdi. Borib kelinni siqqan, "Sen pulni o'g'lagansan, menga polbon aytyapti." Kelin qasam ichgan bo'lmaydi. Nima desa degan, "Yo'q, sen olgansan berasan." O'g'lini qisgan, oxiri o'g'li bilan kelin ajrashib, oila buzilib ketgan. Bu endi ota beva, o'g'lan unga qo'shildi, ikkovi yashashib yurgan. Bir kuni eski ko'rpalarni boshqa yoqqa olishsa, o'sha ichiga o'zi soqib qo'ygan ekan, esdan chiqib qolgan, pul chiqqan. O'zimizda bo'lgan, mana shu bugungi kunda bo'lgan narsa bu. 100 mingdir, 50 mingdir, undan ozdir, ko'pdir pulni o'zi qo'yib esdan chiqib qolgan. Turibdi puli, hech narsa bo'lgani yo'q. Polbonni gapidan bir oila buzilib ketdi. Bunaqa narsa har qadamda bor. Har qadamda bor. Odamlar qiziqda, anqovlikni qarang, borib. Polbonga aytadi, "Shunaqa meni qizim bo'yi yetib qoldi, sovchish kelmayapti. Shuni bir nima qiling. Ha, hozir polochamiz o'qib boramiz, bu qoramiz" dedi. Holbuki o'sha polochga o'zi beva. O'zini 3 ta qizi bor, kuyov kelmayapti. Odamlar buni o'ylamaydi. Agar shuni qo'lidan bir narsa kelsa, o'zi shunaqa qilib o'tirarmidi degan xayolga kelmaydi. Mansabga ko'tarilmoqchi bo'lganlar ham boradi polbonga. Agar o'sha shuni qiladigan bo'lsa, o'zi ko'tarilib olmaydimi mansabga? O'tiribdi ona qilib. Rasvoy raddi balo bo'lib. O'ylash kerak, aqlni ishlatish kerak. Shariatda behudaga biror narsani qil yoki qilma deyilmaydi. Bu Allohning gapi. Alloh hakim zot. Har bir narsani eng nozik nuqtalarigacha million yillar keyin bo'ladiganigacha biladigan zot. Mana shu narsani biz yaxshi eslab, bunaqa narsalarga mutlaqo yaqin yo'lamasligimiz kerak. Polbonlarga qarshi kurashish kerak. O'zi bormagani, "Men bormayapman, boshqalar bilan ishim yo'q" demasdan, boshqalarni ham to'sish kerak. Qarindosh urug', tanish bilish, yor do'stlarni "Yo'q, borma u yerga, mutlaqo musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, kufr u" deyish kerak. O'shanaqa qiladiganlarni ham qaytarish kerak. Chunki haligi gapda faqat insonlarning orasini buzish, insonlarda noumidlik ruhini tarqatish. O'sha polbonlarning gapini olib tahlil ko'rilsa, hammasi shunaqa. Bo'lmag'ir odamni, demak, shijoatini qaytaradigan, ish yoqmas qiladigan, bir-biridan gumon qilib, mana shu qilib qo'ygan, meni o'qigan, bu qilgan deb yomon ko'radigan, iloji bo'lsa haligidaqa oilalarni buzadigan, jamiyatlarning orasini buzadigan gaplar shulardan tarqaladi. Mana shu narsalar bizning aqidamizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Ularni biz umuman qabul qilmasligimiz kerak. Oramizda birorta polbon qolmaslik kerak. Birorta polbonga boradigan ham qolmaslik kerak. Xulosamiz shu. Bizning aqidamiz eng sof aqida, eng to'g'ri aqida, eng oson aqida, eng ravshan aqida. Shu aqidani joriy qilgan hukmi g'aybiyotni Alloh taoloning o'ziga havola qilishdir. Biz g'aybni bilishni da'vo qilishimiz kufrga aylanib qoladi. Da'vo qilganlar kofir bo'ladi. Ularga borib g'aybni bilib ber deganlar ularning sherigi bo'ladi. Ana o'sha narsani biz qilmasligimiz kerak.